Assalomu alaykum hamyurtlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana bugun Xudo xolasa o't o'rish kuniga ham yetib keldik. Mana o't o'rilyapti, hovlimdagi, bog'imdagi o'tlarni o'ryapman. Mana endi biza trimerni o't o'rish jarayonini ko'rasizlar. Aboroti va yoqilg'i tayyorlashni ko'rsataman. Bugun operatorimiz jiyanim bo'ladi. Aziz do'stlar, mana hozir buni zavod qilishi uchun birinchi mana zajigani yoqishimiz kerak. Bu bosiladi. Mana bu bosiladi, buni startga qo'yamiz. Xo'p. Bu holatda sovuq holatida bo'lsa, buni zavod qilish yo'li bu yoqqa. Mana bu yerda tugmasi bor. Mana bu tugma mana bu holatda turadi. Starterni tortganingizda pir etadi va buni tepadagi holatga qo'yasizlar. Albatta mana benzin nasosni kachat qilib benzin kelganim amin bo'lganingizdan keyin. Xo'p, endi men hozir men ishlatganman. Motor issiq, buni shart emas, buni pastga qilib endi hozir mana zavod qilamiz buni. Hozir ovozini eshitasizlar. Qo'yvaramiz. Zavod bo'lgandan keyin qo'yvaramiz. Hozir endi o't o'rish jarayonini ko'rsatamiz. O't o'rayotganda ahamiyat berasizlar, qanaqa o'rilayotganini. Do'stlar, mana hozir yoqilg'i tayyorlashni ko'rsataman. Mening idishim yarim litrli, 500 mg. Benzin qo'yamiz unga 95. Yaxshi narsa qo'ysanglar. Albatta har bitta apparatida yaxshi. Azgina ko'ramiz, yarim litr bo'ladi. Hop, hozir yopamiz, ichiga o't o'lanlar tushmasin. Chunki bakdagi filtr, benzin filtr to'lib qoladi musorga. Men yaxshi bo'lmaydi. Yopamiz. Xo'p, mana endi bunga buni biz eslatib o'taman, 1 ga 50 litr benzinga 1 litr quyiladi. Endi biz hozir 1 litr benzinga 20 mg qo'shishimiz kerak. Bu hisob bo'yicha idishimiz yarim litr bo'lganligi uchun bunga 10 mg quyamiz. Tayyorlaymiz. Ochilishi ham qiyin bo'lib ketdi. Oldingi videoda aytgandim, meni sintetika qo'yaman. Yo'q, sintetika yo'q ekan, Toshkentda yo'q. Rossiyadan zakaz qilgandim, u kelmas ekan, mumkin emas ekan. Toshkentda bor ekan, 5 litr endi juda qimmat. Hoppa. Motorni tortib olamiz. Ana. Buni hozir yopamiz. Original shtilni moya. Haligi oddiy do'konlarda sotadigan moy emas, qizil moy emas bu. Arzon. Qo'shamiz mana 10 mg.
Yuvishdik. Hammasi toza turishi kerak. Xudo xohlasa keyingi videoda shu o't to'g'ri bo'lganimdan keyin qanaqa yuvishlarni chaqatamiz yaxshi. Qanaqa yuvishlarni ko'rsataman. Mana maplarni ko'rsanglar, mana ko'rsatgan. Zalmi? Mana hammasi kir, filtrlarni tozalash kerak ochib. Mana ko'rdinglar. Xudo xohlasa keyingi videogacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Xayr.